Muhim uy-joy savdosida bir xonalik birinchi etajdan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bu kvartiramiz lokatsiyasi Shams kafening orqasida Zarafshon domlarida joylashgan, metr kvadrati 41 metr kvadrat. Kvartiramiz to'liq remontdan keyin pardalari, gilamlari qilib jihozlangan. Kvartiraga remontdan keyin hech kim yashamagan, qishdan qurilgan. Kvartiramiz ko'rib chiqamiz, ketdik. Kvartiramiz hozir zal qismida turibmiz. Zalimiz mana shunaqa chiroyli remontlangan, jihoz. Bundan tashqari bitta yana spalni qilsa bo'ladigan xonamiz bor. Kuxnyamiz balkonga chiqqan, balkonga gaz moyka qo'yib foydalansa bo'ladi. Kuxnyadan ovqatlanib o'tiradigan joy bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bu kvartiramiz podvali bor. Podvali ham to'liq chiroyli remontdan keyin. Bu kvartiramiz narxini egasi 460 million so'm so'rayapti. Qo'shimcha ma'lumotlar ko'rmoqchi bo'lsangiz telefon raqamlarimizga murojaat qiling.